YouTube kanalimdagi sahifadoshlarim, siz o'zingizga nimani tilaysangiz, atrofdagi insonlaringizga ham o'sha narsani tilang. Hamma vaqt yaxshilik yo'lida yuring. Yaxshi insonlar atrofida bo'ling. Nima hodisa ro'y bergan bo'lsa ham xayrlisi deb, yaxshi niyatlarda yurishlikni afzal deb biling. Hech qachon har narsaga nolayvermang. Hammasi yaxshilikka. Xayrlisi deb Allohdan eng xayrli tomonni so'rasangiz, juda ham yaxshi tomonlar sizga o'zini hadyalarni inom etadi. Siz faqat ishoning o'zingizga. O'zingizni maqsadlaringizga ishoning. O'zingizni orzu-havaslaringizga ishoning. Faqat Xudodan, Allohdan so'rasangiz, Allohim sizni sinovlaringizga, shukringizga, sabringizga qarab, hammasini mana shundan keyin harakatlaringizga qarab barakatini berar ekan. Hammasi avvalambor insonni o'z qo'lida, nima qilishlik, nima qo'yishlik. Telefon eshikdash funksiyani bilmasangiz, bemalol hech ham murojaat qilishingiz mumkin. Itak dalil